Erka bilan to'ktar, mana shu gaplarimni ikki quloqingga shunchaki kirdirib, miyangga singdirib olgin. Ibanashka erka bularni jangini ko'rdingmi? Butun O'zbekiston maza qilardi. Mana nimaga hurmat qiladi buni? O'zbekistonga kelganda ko'rdingmi, geliklarda olib yurishibdi. Bunga paxta qo'yishda emas, buni jangini hurmat qilishadi. Zo'r jang ko'rsatgan odamni butun dunyo hurmat qiladi. Sen kimsan? Jangchi emassan-ku, bitta sirkdagi masxara bo'lsan, dalbayo'q. Seni ozgina xalq vasga qilsa, men bulla pizdiz jangchi ekanman deb o'ylama. Sen dalbayo'qsan. Erka bular bilan urushishni sen orzu qilmasan, rasmga tushish orzu qil. Qozog'istonda ko'rdik, bitta face to face qila olmading-ku, ro'zan ochilib ketishi mumkin deb. Odilxonni ham ko'rding, bitta shapati berib, oldiga bitta, orqaga ikkita yuradigan qilib qo'ydi. Taysonga ham emas bu bilan urush. Uchalayni quylab yuraveradi. Nima sen o'zingni oldin kuchalib erga bular quyotibsan? Sen bitta O'zbekiston bayrog'ini ko'tardingmi? Kimni urib qo'yding sen oktagonda? Bitta bloger urib qo'yib hozir o'zingdan bilan gladiator yasab oldingmi? Oktagon liga nega sen bilan shartnoma qildi? Chunki ularga pul kerak. Masxarabozni qapaschiga tiqib qo'yadi, xalq to'playdi, pulini olib, haqiqiy bayeslarga musobaqa tashkillashtirib yuradi. Dalbayoblar, seni janging nihoya kerak emas ularga. Ashitda Shohjahon Ergashev turibdi, boks qiroli. O'sha ham tilini tiyib turibdi. Bo'lmasa erka bularni fatalitasini chiqarib oladi. Chunki hurmatga sazovor bayeslar doim jim yuradi. Amalda ishini bajaradi qapasga chiqqanda. Salla bu yoqda kar qilasan, balla qapasga chiqib chichib qo'yasan. Yibanashgalar. Ko'rdingmi? Golni chaqirganni face to face ga, chunki sallani mensimaydi, masxarabozlar bilan urushib kayf qilmaydi u. Haqiqiy jangchilar bilan urushadi. Mana martda ko'rasan jangni. Goldga omad tilab qolaman. Hammaga rahmat.